Assalomu alaykum buvisi. Biz adaptatsiyalarni tugatdik. Endi imitatsiya ustida ishlayapmiz. Vaalaykum assalom. Imitatsiya? Nima u o'zi? Imitatsiya bu taqlid. Birinchisi predmetli taqlid. Ikkinchisi tovushlarga taqlid. Wow, wow. Mu. Da, da, da. Oy canım. Uchinchisi harakatga taqlid. To'rtinchisi mayda motorikaga taqlid. Imitatsiyani qolgan 6 ko'rinishini bilishni xohlasanglar, kommentariyaga imitatsiya so'zini qoldiring.